Tungi soat 2:30da ayol kishi uxlab qolgan paytda uyiga begona va noma'lum shaxs kirmoqchi bo'ladi. Ayol kishini vaqtiga uydagi ovcharka begona shaxs eshikka yaqinlashgunga qadar ovoz chiqaradi. Videoga diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsangiz, eshik hattoki ichkaridan qulflanmagan. Begona erkak kishi eshikka yaqinlashgandan keyin ichkariga qarashni boshlaydi va itni ko'rgandan keyin voqea joyidan ketib qoladi. Xavfsizlik maqsadida xonadonga kiradigan asosiy eshik doimo temir eshikdan yoki panjara bilan qo'shimcha mustahkamlanishi kerak. Videodagi eshiklar himoyasi juda ham past va ular osonlikcha ochilib ketadi. Aytgancha, uxlash oldidan eshik va derazalarni mahkam qulflashni unutmang va uyali aloqa telefoningiz doimo qo'l yetadigan joyda turishi lozim. Bu ayol kishi o'zini himoya qilish maqsadida video kuzatuv kamerasini o'rnatgan va ovcharkani boqib kelgan, ammo katta xatoga yo'l qo'ygan. U eshikni ichkaridan qulflamagan va eshigini panjara bilan mustahkamlamagan. Maqsadimiz bunday noxush holatlarni oldini olish va odamlarni ogoh qilishdir.